ya'ni job fairda talaba sifatida nimalarni o'zingizga o'rgandingiz, qanaqa mahoratlar oshirdingiz va kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Men MJSC talabasi sifatida bugungi job fairda kompaniyalar bilan muloqot qildim va o'zimni vakansiya bor kompaniyalarga o'zimni rezyume ya'ni CVlarimni topshirdim. Ulardan Crafers, Education Kingdom hamda Omega kompaniyalari va ulardan o'rgangan narsam nafaqat ingliz tili va o'zbek tillari, shuningdek rus tilini ham mukammal bilish kerakligi hamda kommunikatsiya aloqalari yaxshiligi, ya'ni kommunikatsiya mahoratini o'rgangan bo'lishi va problem solving skilllari bo'lishi kerak ekan, ya'ni ularning talablariga ko'ra. Va endi shular ustida ko'proq ishlashga harakat qilaman. Hop, qanaqa qilib mana shu kommunikatsiya, problem solving, ya'ni muammolarni hal qilish mahoratlari ustida ishlaysiz? Ko'proq odamlar bilan muloqot qilib va shuningdek bilasiz, bu mavzuga aloqador kitoblar bor. Dale Carnegie yoki shunaqa kitoblar bor va shularni o'qib. Sizda omad, kelajakdagi karyer yo'lingizni, career path ingliz tilida topishda muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling.